Surxondaryo viloyati Termiz tumani Sabzipoya mahalla fuqarolar yig'inida To'g'ronbank aksiyadorlik tijorat banki Surxondaryo bank xizmatlar markazi hamkorligida jami 32,5 gektar yer maydoniga ekin ekish uchun ko'kat ekish loyihasi amalga oshirilgan. Loyihada jami 44 nafar dehqon va fermer xo'jaliklari bo'lib, lider tadbirkor sifatida Yangiobod universal daromad maslahat cheklangan jamiyat tanlab olingan. Ushbu loyihaning umumiy qiymati 390 million so'mni tashkil qiladi. Ushbu loyihadan yalpi hosil 487,5 tonna ko'kat, ya'ni ukrop hosili olish rejalashtirilgan. Hozirda mahsulotimiz yig'ib olish jarayonida bo'lib, oy yakuniga qadar to'liq yig'ishtirib olinadi. O'rtacha har bir dehqon va fermer xo'jaliklari ko'kat hosilidan olinadigan sof foydasi qariyb 15-20 million so'mni tashkil etmoqda.